15-kvartal, 2 xona, 3 xona qilingan 1,5 ga 6 balkonli uyimiz Yevroremontdan chiqdi. Domimizni oldalarini, dvorlarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Dvorlari zeleniy zona, salqin mahalla. Detskiy plashadkalar ham, mashinaga parkovkalar domni yonida. Uyimizni davzorlarini ko'rsatamiz. Bu yoqda ham mana mashina qo'yishga parkovkaga joylarimiz bor, bemalol. Uyimiz 4-pod'ezd, 3-etajda joylashgan. Pod'ezddan uyimizga kirib kelganimizda chap qo'limizda hojatxonamiz joylashgan. Keyingisi vannamiz. Bu yerda spalnigimiz joylashgan. Sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz. Navbatdagi xonamiz zalimiz. Bu yoqda bolajonlarimiz uchun detskiy xonamiz. 1,5 ga 6 balkonimiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa uy qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Narxi $74,500.